Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan bir masalani tushuntirib beraman. Gap oddiy bir yozuv, ya'ni mehnat daftarchasidagi, arxiv ma'lumotnomasidagi yoki pensiya hujjatlaridagi bitta qayd haqida ketadi. Ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi. Ayrim joylarda esa pensionerning o'zi bilmagani uchun bu ma'lumot hujjatlari kiritilmay qoladi. Natijada odam oy-kam pensiya olib yuradi. Ba'zi holatlarda shu bitta yozuv pensiyani oyiga 300 ming, 500 ming, hatto 1000 ming so'mgacha oshirishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu video faqat hozir pensiya olayotganlar uchun emas. Pensiyaga chiqishga yaqinlashganlar, ota-onasi pensioner bo'lganlar, turmush o'rtog'i, aka-ukasi yoki opa-singlisi pensiya olayotganlar uchun ham juda muhim. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini talab qila oladi. Men sizga bugun buni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan qayerga borish, qanday hujjat so'rash, arizada nima yozish kerakligigacha tushuntirib beraman. Avvalo, pensiya qanday hisoblanishini tushunib olaylik. Pensiya odatda ikki asosiy narsaga qarab belgilanadi. Birinchisi ish staji, ikkinchisi ish haqi yoki sug'urta badallari hisobga olingan daromad. Ya'ni odam necha yil ishlagan, qaysi davrlarda ishlagan, qayerda ishlagan, qanday lavozimda ishlagan, daromadi qanchalik bo'lgan. Shularning hammasi yakuniy pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida ma'lumotnoma, tashkilot muhri. Lavozim nomi, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan sanalar juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Hozir esa ma'lumotlarning bir qismi elektron bazalarda yuritiladi. Lekin bu degani eski davrdagi hamma staj va hamma daromad avtomatik ko'rinadi degani emas. Aynan shu joyda muammo boshlanadi. Ko'p pensionerlar shunday deb o'ylaydi. Men pensiyaga chiqqanman. Davlat o'zi hammasini hisoblab bergan. Endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Bu fikr noto'g'ri. Agar sizning stajingiz to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, ish haqi noto'g'ri olingan bo'lsa, zararli ish sharoiti, imtiyozli davr, harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish davri, boshqa tashdagi ish davri yoki arxivdagi qo'shimcha ma'lumot hisobga kirmagan bo'lsa, pensiyani qayta hisoblatish mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Eng muhim gap shuki, pensionerning qo'lida tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, oldin hisoblangan tamom deb qarab o'tirish shart emas. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam 5 yil, 8 yil, hatto 12 yil staji hisobga olinmay pensiya olib yurgan. Sababi oddiy. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhrni aniq yoki tashkilot nomi o'zgargan yoki arxiv ma'lumotnomasi olinmagan. Yoki eski davrdagi yuqori ish haqi pensiya hisobida ishlatilmagan. Hozir ko'plab ma'lumotlar raqamlashtirilmoqda. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, arxivlar, mehnat organlari bazalari bir-biri bilan bog'lanayotgan holatlar bor. Bu yaxshi tomoni. Lekin yomon tomoni shundaki, bazada ko'rilmagan davr ko'pincha avtomatik hisobga olinmay qoladi. Masalan, 1990 yillar, 1990 yillar. 2000 yillarning boshidagi ko'plab tashkilotlar tugatilgan, nomi o'zgargan, hujjatlari arxivga topshirilgan yoki umuman tartibsiz saqlangan bo'lishi mumkin. Odamning mehnat daftarchasida ishladi degan yozuv bor. Lekin pensiya organi ish haqi ma'lumotnomasi yo'q. Buyruq raqami ko'rinmayapti, muhr o'qilmayapti, tashkilot hujjati arxivda topilmadi desa, o'sha davr to'liq hisobga olinmay qolishi mumkin. Pensioner esa bu farqni ko'rmaydi. U faqat oy oxirida kelgan pulni ko'radi. Shuncha ekanda deb ko'nikib ketadi. Mana shu sababli men bugun yashirilayotgan yozuv deganda shu uchun aytmayapman. Men buni shunday tushuntiraman. Pensionerning o'z hujjatida bor, lekin pensiya hisobida aks etmagan yozuv bor. Bu yozuv ish staji bo'lishi mumkin. Bu yozuv yuqori lavozimda ishlaganini ko'rsatishi mumkin. Bu yozuv zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganini tasdiqlashi mumkin. Bu yozuv urush, harbiy xizmat, nogironlik sabab bo'lgan mehnat sharoiti, bola parvarishi, dekret, kolxoz yoki sovxozdagi ish kuni, mavsumiy ish. Shimoliy hududlarda yoki maxsus koeffitsiyentli joylarda ishlagan davr haqida bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda mehnat staji ko'p bo'lsa ham pensiyasi juda kam chiqqan odamlar e'tibor berish kerak. Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi eng kam miqdorga yaqin. Bu yerda savol tug'iladi. Nima uchun? Balki ish haqi past bo'lgan davrlar asos qilib olingandir. Balki yuqori maosh olgan yillari tasdiqlanmagandir. Balki ayrim ish yillari umuman hisobga kirmagandir. Ikkinchi guruh Sovet davrida yoki mustaqillikning ilk yillarida ishlaganlar.
Bu davrlardagi hujjatlar ko'pincha arxivda bo'ladi. Tashkilot tugatilgan bo'lsa ham, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxivida saqlanishi mumkin. Agar pensioner arxividan ma'lumotnoma olmasa, pensiya hisobida faqat ko'rinib turgan ma'lumotlar ishlatilgan bo'lishi ehtimoli bor. 3-guruh zararli, o'g'ir yoki imtiyozli sharoitda ishlaganlar. Masalan, shaxtada, metallurgiyada, kimyo sanoatida, qozonxona, issiqlik seksi, rentgen xonasi, infeksion bo'lim, qurilishdagi o'g'ir ishlar, paxta zavodi, temir yo'l, energetika, gaz va neft sohasida ishlaganlar. Bu yerda lavozim nomi juda muhim. Mehnat daftarchasida oddiy ishchi deb yozilgan bo'lsa, imtiyoz ko'rinmasligi mumkin. Lekin buyruqda yoki shtat jadvalda lavozim aniq elektr payvandchi, qozon mashinisti, rentgen laboranti, kimyoviy seks operatori deb yozilgan bo'lsa, bu pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. 4-guruh ayollar, ayniqsa bir necha farzand tarbiyalagan, bola parvarishi ta'tilida bo'lgan, ishga kirish va chiqish oralig'ida uzilishlar bo'lgan ayollar hujjatlarini alohida tekshirtirish kerak. Chunki ayrim davrlar stajga qo'shilishi, ayrimlari esa qo'shilmasligi mumkin. Masalan, bola tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, ayolning mehnat daftarchasidagi familiya bilan hozirgi pasportdagi familiya mos kelmagani sababli ayrim yozuvlar e'tibordan chetda qolishi mumkin. 5-guruh kolxoz, sovxoz, fermer xo'jaligi, shirkat xo'jaligi yoki mavsumiy ishda ishlaganlar. Bu toifadagi odamlar ko'pincha men ishlaganman, lekin daftarchamda to'liq yozilmagan deb aytadi. Bunday holatda ish kuni hisobi, a'zolik daftari, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi vedomosti, buyruq yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim bo'ladi. Birinchi misol. Tasavvur qiling, Rahima opa 30 yil tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda unga 1.300.000 so'm pensiya tayinlangan. U hamma shunaqa olsa kerak deb yurgan. Keyin mehnat daftarchasini tekshirtirganda 1990-yildan 1998-yilgacha bo'lgan davrda korxona nomi o'zgargani sababli 6 yil staj to'liq hisobga olinmagani aniqlangan. Arxivdan ma'lumotnoma olindi. Ma'lumotnomada u shu yillarda doimiy ishlagani, ish haqi olgani ko'rsatildi. Qayta hisob-kitobdan keyin pensiyasi 1.300.000 so'mdan 1.720.000 so'mga chiqdi. Farq oyiga 420.000 so'm. Bir yilga hisoblasak, bexamil 400.000 so'm. Ikkinchi misol. Anvar aka zavodda elektr payvandchi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida lavozim qisqartirib payvandchi deb yozilgan. Pensiya tayinlanganda oddiy staj sifatida olingan. Keyin arxivdan buyruq, nusxasi va ish joyi tavsifi olindi. Unda zararli ish sharoiti va to'liq lavozim nomi ko'rsatildi. Bu hujjat pensiya hisobida muhim bo'ldi. Natijada uning ayrim davrlari imtiyozli tartibda ko'rib chiqildi. Ish haqi ma'lumotlari ham qayta olindi. Pensiyasi oyiga qariyb 800.000 so'mga oshdi. 3-misol. Saodat opa 5 farzandning onasi. U pensiyaga chiqqanda hujjatlarida nikohdan oldingi familiyasi bilan ishlagan davri bor edi. Lekin familiya o'zgarganini tasdiqlovchi nikoh guvohnomasi topshirilmagan. Pensiya organi ayrim yozuvlarni alohida tekshiruvsiz to'liq bog'lamagan. Keyinchalik nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari mehnat daftarchasi nusxalari bilan murojaat qilindi. Natijada staj to'liqroq tasdiqlandi va pensiya miqdori oshdi. Bu yerda bitta familiya o'zgargan degan hujjat juda katta rol o'ynadi. 4-misol. Karim aka 1990-yillarda qurilish tashkilotida yaxshi maosh olgan. Pensiya hisobida esa keyingi yillardagi pastroq maosh asos qilib olingan. U arxivdan eski ish haqi ma'lumotnomasini oldi. Ma'lum bo'ldiki, ayrim yillarda uning daromadi pensiya hisobiga foydaliroq bo'lgan. Qayta hisoblashda aynan o'sha davrlar inobatga olindi. Pensiya oyiga 600 million so'mga oshdi. Bu yerda muhim narsa shuki, faqat staj emas, ish haqi ham tekshirilishi kerak. 5-misol. Qishloqda yashovchi, To'lqin ota yoshligida kolxozda ishlagan, keyin boshqa sohada mehnat qilgan. Mehnat daftarchasida kolxoz davri aniq yozilmagan, faqat umumiy qayd bor. U bu yillar baribir o'tib ketdi deb yurgan. Lekin arxivda kolxoz a'zolari ro'yxati, mehnat kuni hisobi va ish haqi vedomosi saqlangan ekan. Shu hujjatlar olingach, uning bir necha yillik staji tasdiqlandi. Pensiya miqdorida sezilarli farq paydo bo'ldi. Ko'pchilik so'raydi, qanday qilib bitta yozuv pensiyani 1 million so'mga oshiradi? Men buni sodda qilib tushuntiraman. Gap faqat bitta satrda emas.
o'sha bitta satr ortida bir necha yil ish staji yuqori ish haqi imtiyozli sharoit yoki oldin hisobga olinmagan davr turishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida 1986 yildan 1906 yilgacha falon zavodda ishlagan degan yozuv bor. Agar shu yozuv to'liq tasdiqlansa 10 yil staj qo'shilishi mumkin. Agar o'sha davrda ish haqi yuqori bo'lgan bo'lsa, pensiya hisobining bazasi ham yaxshilanadi. Agar lavozim imtiyozli bo'lsa, yana alohida ta'sir qiladi. Shu sababli yakuniy farq katta bo'lishi mumkin. Yana bir jihat bor. Ba'zan pensionerga pensiya tayinlanganda minimal yoki past ko'rsatkichlar asos qilib olinadi. Chunki hujjatlar yetishmaydi. Keyin odam hujjatni topib keladi. Bu hujjat pensiya hisobida butun manzarani o'zgartiradi. Staj ko'payadi, maosh davri almashadi, imtiyoz aniqlanadi. Natijada oyma-oy to'lanadigan summa ko'tariladi. Agar far oyga 1100 so'm bo'lsa, 1 yilga bu 12100 so'm degani. Pensioner uchun bu dori-darmon, oziq-ovqat. Kommunal to'lovlar, nabiralarga yordam, davolanish uchun juda katta mablag'. Endi adolatli bo'lish uchun aytaman. Hammaning pensiyasi albatta 1 million so'mga oshadi deb o'ylamang. Agar sizning barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar aniq bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'liq olingan bo'lsa, familiya, tashkilot nomlari mos bo'lsa, imtiyozli ish sharoiti bo'lmagan bo'lsa, qayta hisoblash katta farq bermasligi ham mumkin. Lekin bu tekshirmaslik kerak degani emas. Men doim shunday deyman. Pensioner o'z pensiyasining qanday hisoblanganini bilishga haqli. Agar hisob to'g'ri bo'lsa, ko'ngil xotirjam bo'ladi. Agar xato bo'lsa, uni tuzatish imkoniyati paydo bo'ladi. Ayniqsa, mening pensiyam juda kam, lekin ishlagan yilim ko'p degan odamlar albatta tekshirtirish kerak. Menda eski daftarcha bor, lekin ayrim joylari o'chib ketgan deganlar ham tekshirtirsin. Tashkilot yopilib ketgan deganlar ham umidsiz bo'lmasin. Yopilgan tashkilotning hujjatlari ko'pincha arxivga topshirilgan bo'ladi. Birinchi nozik jihat, har qanday yozuv avtomatik tan olinavermaydi. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa ham unda sana buyruq raqami, tashkilot nomi, lavozim, muhr yoki mas'ul shaxs imzosi noaniq bo'lsa, qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. Shuning uchun daftarchamda bor-ku deb to'xtab qolmang. Agar pensiya organi tasdiq so'rasa, arxivdan, sobiq ish joyidan yoki huquqiy voris tashkilotdan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, arxiv ma'lumotnomasida faqat ishlagan degan so'z yetarli bo'lmasligi mumkin. Unda ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqamlari, lavozim nomi, ish haqi miqdori, hujjat qaysi fond, ro'yxat va yig'majlikdan olingani ko'rsatilsa, kuchliroq bo'ladi. Ma'lumotnoma qanchalik aniq bo'lsa, pensiya hisobida undan foydalanish shunchalik oson bo'ladi. Uchinchi nozik jihat. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlar ba'zan to'liq saqlanmagan bo'ladi. Masalan, 5 yillik davr kerak, lekin arxivda faqat 3 yil topildi. Bunday holatda mutaxassis bilan maslahatlashib, qaysi davrni olish foydaliroq ekanini ko'rib chiqish kerak. Ba'zan odam o'zi o'ylagan davr emas, boshqa yillar pensiya uchun foydaliroq chiqadi. 4-nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sana xatolari. Bir harf farqi ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, pasportda Muhammad Ali, mehnat daftarchasida Mamad Ali deb yozilgan bo'lsa, yoki tug'ilgan yil bitta joyda 1948, boshqa joyda 1959 bo'lsa, buni hujjat bilan izohlash kerak bo'ladi. Bunday vaziyatda FHDYO hujjatlari, sud orqali faktni belgilash yoki boshqa tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, sud orqali tasdiqlash. Agar arxivda hujjat topilmasa, tashkilot tugatilgan bo'lsa, mehnat daftarchasidagi yozuv yetarli bo'lmasa, ba'zi holatlarda ishlaganlik faktini sud tartibida aniqlash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin sudga borishdan oldin barcha oddiy yo'llarni sinab ko'rish kerak. Arxiv, sobiq ish joyi, huquqiy voris, tuman hokimligi arxivi, viloyat arxivi, soliq ma'lumotlari, kasaba uyushmasi yoki boshqa manbalar. 6-nozik jihat. Pensiya qayta hisoblanganda har doim ham o'tgan yillar uchun to'liq pul qaytariladi deb o'ylamang. Qonunchilikda murojaat sanasi, hujjat taqdim etilgan vaqt, qayta hisoblash tartibi kabi qoidalar bo'ladi. Shuning uchun vaqtni cho'zish zarar. Hujjatni bugun topsangiz, bugun harakat qilish kerak. Chunki har oy kechiksangiz, ehtimoliy oshirilgan pensiyadan mahrum bo'lib qolishingiz mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Pasport,
JSHIR, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy bilet bo'lsa harbiy bilet, diplom, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, eski ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik yoki zararli ish sharoitiga oid hujjatlar bo'lsa, hammasini bir joyga to'plang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini alohida tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta savol bering. Ishga kirgan sana bormi? Ishdan chiqqan sana bormi? Lavozim aniq yozilganmi? Keyin yana qarang. Muhr o'qiladimi? Buyruq raqami bormi? Tashkilot nomi to'liqmi? Agar biror joy noaniq bo'lsa, o'sha davrni alohida yozib oling. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan ariza mazmuni shunday bo'ladi. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni, mehnat stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Quyidagi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjatlar taqdim etaman yoki arxivdan ma'lumot olish uchun yo'llanma berishingizni so'rayman. Shundan keyin aniq davrlarni yozasiz. Masalan, 1997 yildan 1994 yilgacha falon zavod. 1995 yildan 2000 yilgacha falon shirkat. 2002 yildan 2006 yilgacha falon korxona. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Arxivga borganda umumiy mening stajimni topib bering demang. Aniq yozing, qaysi tashkilot, qaysi yillar, qaysi lavozim, qaysi tuman yoki shahar, taxminiy bo'lim yoki sex nomi. Arxiv xodimiga qancha aniq ma'lumot bersangiz, hujjat topilish ehtimoli shuncha oshadi. Arizada ish staji, ish haqi, lavozim va buyruq ma'lumotlari kerakligini alohida ko'rsating. 5-qadam, ish haqi ma'lumotnomasini talab qiling. Ko'pchilik faqat stajni so'raydi, lekin pensiyada ish haqi ham muhim. Agar eski yillarda yaxshi maosh olgan bo'lsangiz, albatta o'sha davr bo'yicha oylik ish haqi ma'lumotnomasini so'rang. Ma'lumotnomada har oy yoki har yil bo'yicha daromad ko'rsatilsa, yanada yaxshi. Bu qayta hisoblashda foydali bo'lishi mumkin. 6-qadam, hujjatlarni nusxa qilib saqlang. Asl hujjatni topshirishga majbur bo'lsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi qayd tilxat yoki ro'yxat oling. Hujjat yo'qolib qolmasligi uchun har bir qog'ozning nusxasini o'zingizda saqlang. Telefoningizga suratga olib qo'yish ham foydali, lekin rasm huquqiy jihatdan har doim ham asl yoki tasdiqlangan nusxa o'rnini bosmaydi. 7-qadam, yozma javob talab qiling. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan cheklanib qolmang. Agar pensiya organi stajni hisobga olmasa yoki qayta hisoblashni rad etsa, yozma javob so'rang. Yozma javobda rad etish sababi ko'rsatiladi. Ana shundan keyin siz nima yetishmayotganini bilasiz. Arxiv hujjatimi, sud qarorimi, familiya bo'yicha tasdiqmi yoki boshqa ma'lumotmi? 8-qadam, zarur bo'lsa, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qiling. Lekin buni hissiyot bilan emas, hujjat bilan qiling. Men rozi emasman degan gapning o'zi yetmaydi. Sizda mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, rad javobi, shaxsiy hujjatlar bo'lishi kerak. Shunda murojaatingiz ancha kuchli bo'ladi. Birinchi xato, baribir foydasi yo'q deb umuman tekshirtirmaslik. Bu eng katta xato. Agar siz 20-30 yil ishlagan bo'lsangiz, har bir yil, har bir hujjat pulga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi xato, faqat og'zaki murojaat qilish. Og'zaki gap ertaga isbot bo'lmaydi. Ariza yozing, kirim raqamini oling, javobni yozma oling. 3-xato. Mehnat daftarchasidagi noaniq joylarni e'tiborsiz qoldirish. Aynan noaniq joyda pul yotgan bo'lishi mumkin. O'chgan muhr, noto'g'ri sana, qisqartirilgan lavozim, tashkilot nomining almashgani. Bularning hammasi tekshirilishi kerak. 4-xato, faqat bitta arxivga murojaat qilib topilmasa to'xtab qolish. Ba'zan hujjat tuman arxivida emas, viloyat arxivida bo'ladi. Ba'zan tashkilotning huquqiy vorisi boshqa nomda ishlayotgan bo'ladi. Ba'zan hujjat kadrlar bo'limida emas, buxgalteriya fondida saqlangan bo'ladi. 5-xato, hujjatlarni kechiktirish. Pensioner keyin boraman deb yurgan har oyda pul yo'qotishi mumkin. Ayniqsa qayta hisoblash murojaat va hujjat taqdim etilgan sanaga bog'liq bo'ladigan holatlarda vaqt juda qimmat. Men bugun sizga bitta muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensiya miqdori taqdir emas, uni tekshirish mumkin. Agar mehnat stajingiz to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz noto'g'ri tanlangan bo'lsa, imtiyozli ish sharoitingiz hujjatda ko'rinmay qolgan bo'lsa, familiya yoki tashkilot nomidagi xatolar sababli davrlar tushib qolgan bo'lsa, pensiyangiz kam chiqishi mumkin.
ba'zi holatlarda bitta yozuv, bitta arxiv ma'lumotnomasi, bitta ish haqi hujjati pensiyani oyiga 100 minglab so'mga, ayrim vaziyatlarda 1 ming so'mgacha oshishga sabab bo'ladi. Bugunoq ota-onangizning, bobo buvingizning yoki o'zingizning mehnat daftarchangizni olib xotirjam tekshirib chiqing. Qaysi yillar noaniq, qaysi tashkilot yopilgan, qaysi lavozim qisqartirib yozilgan, qaysi ish haqi hujjati yo'q. Hammasini alohida ro'yxat qiling. Keyin pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Arxivdan ma'lumotnoma oling. Javobni ham yozma talab qiling. Izohlarda yozing. Sizning yoki yaqinlaringizning pensiya hujjatlarida shunday muammo bo'lganmi? Qayta hisoblatib ko'rganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Bu tajriba boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensiya, nafaqa, imtiyoz va hujjatlar bo'yicha oddiy odam bilishi shart bo'lgan muhim mavzularni tushunarli qilib yoritishda davom etaman.